Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Bugun biz sizga bir foydali ma'lumot haqida gapirib o'tmoqchimiz. Atkoslar haqida bugungi bo'ladigan videomiz. Hozirgi hamisha ishlatib keladigan, doimiy ishlatadigan o'g'illarimiz bilan hozirgi kraf aluks lentasi bilan farqi. Sizlarga buni ishlashni tavsiya beraman. Chunki hozir devorimizning holati stiklafoz bo'lgan, atkoslar olingan, lekin o'g'illar qo'yilmagan hali. Buni qo'yadigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin. Devorda ancha o'zgarib ketadi devorda. O'zi devor 90 gradusda turibdi mana. O'zgarib ketadi ancha. Buni qo'yib bo'lmaydi bu yerga. Bundan ishlatadigan bo'lsak, uzog'i 2 mm ga ham bormaydi buni qalinligi. Bu hali X-Play finish bo'ladi devorimiz. Bunda hozir qo'yganda ozroq 2 mm ozroqgina shil bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bu shpaglovka bilan, finish shpaglovka bilan ideal darajada bo'ladi. Sizlarga buni ishlashni maslahat beraman. Bu ma'lumot bilmaganlar uchun, bilganlar uchun emas. Shunaqa foydali ma'lumotlarni profilimda ulashib boraman. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Rahmat hammaga.